5 mahal azondan ovozi eshitib turishni nasib qiladi. Lokatsiyasi ham samimiy zo'r lokatsiyalardan biri. Ana bu joyda Peridaskar masjidi joylashgan. Ana bu rus va o'zbek maktabi hamda bog'chasi shunaqa yonimizda joylashgan. Xuddi shu joyimizda o'zidan 5 qavatli panelli domni 4-qavatdan 2 xonali plus esa 6 metrli balkonli xonadonni sotuvga chiqyapti. Ana bular bizning kuxnya qismi tapchan qilingan. Hop, proyekt bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsam qaraylik. Asosiy eshikdan kirganimizda ana bu koridor bo'lyapti. Uylari ichma-ich holatda buni razdellik bo'lish imkoniyatiga egasiz. Ana birinchi xonamiz. Ko'rishingiz mumkin, sred ahvolda bemalol kirib yashash imkoniyatiga egasiz. Ana bu esa ikkinchi xonamiz. Issiqlik tizimi sentrallik ulangan bo'ladi. Oynalari 2 qavatli akoplast romlarga almashtirib qo'yilgan. Hurmatli obunachilar, men narxini aytaman. Saymasan like bo'lsa, bu xuruj kanalga obuna bo'lasiz. Narxi $38,900 so'ralabdi. $10,000gacha bo'lgan pulni ipoteka orqali qo'llashingiz mumkin. Biz faqat taklif beramiz, salonda o'zlaringiz hal qilasizlar. Narsalarga keladigan bo'lsak, qoladi deb aytib o'tishyapti. Yana kelsangiz uyda egalar bilan gaplashib olish imkoniyatiga egasiz. Peridaskar masjid territoriyasida xonadon qidirib yurgan yaqiningizga videomizni jo'natib qo'ying. 2.0 sotix maydonga ega bo'lgan 2 etajli ana yevro kottejimiz sotuvga chiqyapti. Xonalar soni 7 ta, 5 ta sanuzuldan iborat. Qurilish turiga rostdan aytaman, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Proyekt ham juda ham ideal chiqarilgan. Ko'cha tarafdan bitta sanuzulimiz, ko'rishlaringiz mumkin, zelen zonalarga joy tashalgan. Mashina kiritib qo'yish uchun joyi ham mavjud. Aynan bu kottejimizni siz barter orqali ham xarid qilishingiz mumkin. Men narxini aytaman, saymasan like bo'lsa, bu xuruj kanalga obuna bo'lasiz. Narxi bizning kanalda $89,900 chiqariladi. Boshqa joyda $95,000 dan $105,000gacha reklama bo'lgan. Ana bu joyimiz bilan juda ham katta va keng bo'lgan zalimiz. E'tibor bering. Plita qilingan, pishganishdan pergorodkalar olingan. Ana bu joyda xohlasangiz, yopib olsangiz yana bitta xona tashkillashtira olish imkoniyatiga egasiz. Elektr montajlar qilingan. Ana bu joyda yana bitta xona, o'zining ichida alohida sanuzuliga ega va bu joyda общий sanuzulimiz mavjud. Xo'p, orqa tarafdan anaqa ochiq joy tashab ketganlar, e'tibor bering, qarang. Devor bo'yini balandligiga qarang. Nimaga bunaqa qilganini o'zi ikkinchi etajga chiqqanimizga tushunib olasiz. Puliga 100% arziydi deb o'ylayman. $89,900. Proyekti juda ham ideal chiqarilgan, qarang. Ikkinchi etajga chiqqaningizda havo aylanishi forchga tashalgan va ana bu kattakon holimiz, bu joyda esa birinchi xonamiz. Ana. Oynani ochasiz, hech qanaqa qo'shnining uyini ko'rmaysiz. Devor shu qatorgacha to'liq terilgan. Ana bu joyda ikkinchi xonamiz, alohida o'zining sanuzul qismiga ham ega. Mana bu joyda yana bitta spalniya qismimiz, buni ham o'zining alohida, hop ko'rishlaringiz mumkin, sanuzul qismiga ega. Va ana bu joyda bitta kattakon yana zal qismimiz tashlab o'tilgan. E'tibor bering, usti buni ham plita qilingan. Yana cherdakka chiqish uchun joy tashalgan. Cherdakda ham bo'yini balandligiga adashmasam 2 metr chiqadi deb aytib o'tdilar. Va ana bu joyda ochiq balkoniga ega. Manzil bo'lyapti, bu Buxoro shahar, Sharq aeroport. Ana bu domimiz ko'pchilik biladi. Nurafshon restorani bu tarafi bo'lyapti. Narxi $89,900, barter xizmati ham mavjud, mashina, kvartira farqi yo'q. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, kanalga albatta obuna bo'ling. $77,500 men sizga bugun 3 xonali 105 metr kvadratdan iborat hamma joyi oynali xonadon taklif qilaman. Qaranglar. Kirganimizdan juda ham katta va keng bo'lgan koridor qismi. Hurmatli obunachilar, agar siz videomizni yoqib qolsa, ayniqsa like bo'lsa, bu xurujga kanalga obuna bo'ling. Qaranglar, kirganimizdan koridor qismi. Kupe shkaflar qo'yilgan, ana bu yerda alohida bo'lgan sanuzul qismini ko'rishingiz mumkin. Ana bu yerda hojatxona qismi to'liq kafil qilingan. Bu joyda ham bitta oynamiz mavjud. Qarang. Ana bu joyda yuvinish xonasi, bu joyda ham bitta oynasi mavjud. Tapachchalar qarang, nima qo'yibdi bular. Xo'p, ana bu joyda bo'lyapti kuxnyamiz. Kuxnyamiz ham to'liq kuxnya naborlar bilan ustunovka qilingan va ana bunaqa ochilib yopiladigan kupe shkaflar qo'yilgan. Juda ham chiroyli. Shuni adashmasam, narxi ham bir $700, $800 chiqib bo'lsa kerak. Issiqlik tizimi to'q kontrolli kotel bilan ishlaydi. Kirasiz, mazza qilib yashaysiz. Buni oldingi narxi juda ham qimmat chiqqan. Hozir shu kecha kunduzda $77,500 so'raladi. Ana bu joyda esa kichkina to'ylar yotoqxonasi, chiroyli gilam va pardalarni to'shab ilib qo'yganlar. Tepada gipsagardon orqali ishlovlar berilgan, ortiqcha bachkan narsalarni ko'rmaysiz. Ana bu joyimiz bo'lyapti, zalimiz. Zalda ham bahaybat va kengligiga ahamiyat berasiz. Lokatsiyasi bo'lyapti Buxoro shahar, Kredit savdo majmuasi, Ziroat bank deb kelasiz. Ana bu kupe shkafimiz ochilib yopiladigan zaldan bemalol o'tib kuxnyaga o'tsangiz bo'ladi. Oyoqda 100% laminat qilingan. Qani 3-xonasi deydigan bo'lsangiz, ana shu kupe shkafimizning ortida kattalar yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin. Mana bu esa kattalar yotoqxonasi. Mana 8 etajli новостройка dom, 7-qavat, 105 metr kvadrat, 3 xonali yana shu xonadon sotuvga chiqyapti. Narxi $77,500 so'ralabdi. Manzil bo'lyapti Buxoro shahar, Kredit savdo majmuasi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, kanalga obuna bo'ling.